Hayotim zavtrak. Ha, yeb bo'lsam yig'ishtiraymi? Yo'q, tayyorlab qo'ydik, yuring. Menga ham kimdir zavtrak tayyor yurdi ekan-ku. Tezlashing. Men sekin boraman ammo. Oling, tuxum, sosiska, sariyog', magiz xohlaganizdagi. Men 30 yildan beri zavtrakka kalta yeb katta bo'lganman. Bu menga saska masla deydi. Choy. Nice. 5. Nima 5? Uylangandan beri ishdan soat 5 da keladi. Uylanmasdan oldin kechasi 1-2 qilib kelardi. Uyda ishi borda hozir. Voy, qanaqa ko'tardingiz? Shunaqa kuchingiz ko'pmi, polvoni? Shu paytgacha hayotim davomida kuchukda ishlagan bo'lsam ham eng yaxshi eshitgan gapim mol qo'yib bodring kalla bo'lgan. Endi men polvon bo'ldim. Men kachokma. Men ketdim, telefon olib kelay bitta o'zimga. Bonus menga. Bonus? Qanaqa bonus? Ishonch do'konlarida fevral oyidagi aksiyalaridan foydalanib, Honor brendining barcha smartfonlarini hamda Samsung A06 smartfonini 20% chegirma yoki 25% bonus bilan 20% chegirma. Samsung A55 smartfonini 15% chegirma yoki 20% bonus bilan xarid qilishingiz mumkin. Ana bu iPhone ham bor ekan. Mana shu iPhone'larni xarid uchun bo'lsa 12% chegirma yoki 15% bonuslari bor. iPhone'ga 12% chegirma. Bundan tashqari barcha ishonch do'konlarida notebook, printer hamda planshetlarni ham o'z narxida oldindan to'lovsiz hech qanaqa oylik ustamalasiz 6 oyga bo'lib to'lashga yoki chegirmalar asosida xarid qilishingiz mumkin. Men oldinroq uylansam bo'lmasdimi? Farmon, odamlar pulni qaydan olayotganmisan? Mehnat qilibdi odamlar pul topish uchun. Nerishit qilmagani, biz nima bu yerga yurimiz, mehnat qilmay. Biz topgan pulni ichyapmiz. Ichkilikni tashlash kerak o'sha uchun. Dahosan. Daho. Xullas men ichkilikni tashlayman. Xohlasang sen ham tasha. Tashlayman. Tashlaysanmi? Tashlaymiz. Tashlaymiz. Mast ayladi, sarmast ayladi. Mening yuraginimga ishqni joyladi. Voy mast ayladi. O'zanav yangi chiqibdi-ku. iPhone 7mi? iPhone 7 emasdan, tappa apparat 3. Ha. Ana shandan olsak ishimiz ancha yengil bo'laydi-da. Rostdan ham olish kerak ekan. Mana qara. İçishni tashlaymizmi? Ay, aman tamam, men ichish tashlaganman, вообще esimdan chiqdi, esimga zo'rligida qaytib yana. Ichish tashlash kerak, tamam, biznes. Aniq tashladingmi? Bo'l tashlaymiz, tamam. نشد برای عشقمون برای Aha. Mana bu sizlarning bugungi ish haqlaringiz. Odam ham charchadi ha shu kuni. O'ylay agar yomon charchadim. Mashina mana shu yerlar shunday qaynab ketibdi shuni. Menga piching qilma menga, men irodam kuchli baribir. Irodang bilan idin berdan shuning kuchingda charchadim men. 50 gram ichmasam bo'lmaydi. Ichasam yo'qmi? Ichmayman. Pashon mast ayladi, sarmast ayladi. Faqat qo'lingni olib tez yur. Biz bet kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Ammo sosiramasdan poylamash kerak-da, turing o'rningizda, ha? Voy, qizim kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y so'yib bo'ladiganday gapirma, Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendis bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'ri. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Appendis oldingizmi? Ha, damam ketibdi o'zi. Yegansizda mashillab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichaga ham aytgan, "May, ammangni yegan ovqatiga" deganda appendis ko'rgan. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz. Ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'ydi, so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Oyi. Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayoqqa olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib kelib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz, beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unab turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola, operatsiya joyi ochilib ketadi.
Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashab kelaman.